2007-yilda vallohu alam Baytullohda hajda Misrdan bir kimsa Baytullohni tavof qilayotganda 25 ming AQSh pulini topgan ekan. Kimsa Baytullohda tavofda 25 ming. Bunga aytsalar hech kim meniki emas dermish. Misr shahriga borib o'zining xonadoniga borgandan keyin internet bor hozir. Shu holatni aytib Baytullohda men shuncha pul topib oldim. Men mana bu manzilda turaman dermish. O'qigan suriyalik bir ikkita yosh yigit bu haqiqatda o'zini ekanligini bilishib, istab topib borib, vallohu alam 1,5 yildan keyin istab topib borishgan ekan. U kishi 1 yil mobaynida saqlab, odam kelmaganligidan kambag'al miskinlarga hammasiga ehson qilib yuboribdilar haligi dunyoni. Haligi haqqini so'rab kelgan har ikki yosh yigitga qarab, unga qodir emas, o'zlari kambag'al Baytullohga borib haj amalini qilib kelganlar. Kechasi Allohga yig'lagan ekan. Qarang, najah avval hadhihi al-ummati bil yaqin bo'lishligi Allohga ishonib yig'lashlikda, Allohga astoydil bir yolborib Xudodan Parvardigor beradigan o'zingsan, o'zing ko'rib turibsan qayerga berganini. Shu joyda yig'lagan holatda tahajjudda o'tirib uxlab qoldilar. Shularga payg'ambar alayhissalatu vassalom kirib, falon mahallani falon boyiga borib, mana bu pulni so'ra, berib yuborsin seni nomingdan shu pulni degan ekan. Payg'ambar alayhissalom tushlariga kirib, agar unamasa, sen shunday gap aytginki u odamga. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar bu gapni. Chunki siz har kuni bomdoddan keyin Rasulullohga 100 ta salovat aytasiz ekan. Meni bu narsani menga payg'ambar alayhissalom aytdi deb ayting degan ekan. Xullas shu tushlarda borib, bu hozirgi davrda 2007-yilda bo'layotgan voqeani aytyapman. Borib qarasalar, haqiqatda o'sha odam aytganlaridek ko'chada kutib turarmish. Aytsalar, nima hujjating bor? Har payg'ambar alayhissalom tushimga kirdilar. Xuddi shu so'zni aytdi. Agar ishonmasa, bomdoddan keyin 100 ta salovat aytadi dedilar u payg'ambar alayhissalom. Darhol yig'lab, meni ham tushimga kirgan edi payg'ambar alayhissalom. Menga ham shu buyruqni qilgan edilar. Mana bu 25 qarzing uchun, mana bu 25 senga hadoya. Sen Rasulullohni tushingda ko'rganliging uchun deb bergan ekanlar. Hozirga qadar shu holat bor. Siz bilan biz ichimizda ham shu dunyo uchun dunyoga shing'ib ketmay, ibodatga astoydil bo'lgan odamni tushiga albatta payg'ambar alayhissalom kiradilar. Qarangki, naja avvalu hadhihi al-ummati bil yaqin va zuhd deb. Mana bu ummatning avvali yaqin, ya'ni ishonch, astoydil. Alloh yakka. Muhammad alayhissalom haq payg'ambarlar, oxirgi zamon payg'ambarlari. Bu kishidan keyin payg'ambar kim edi? Men bitta salovat aytsam gunohim qolmaydi. Men bitta salovat aytsam Rasululloh bilan jannatda birga bo'laman degan ishonch bilan aytsagina u odam najot topadi. Salovat aytsa manaqa ekan, ibodat qilsa manaqa bo'lib qolar ekan emas. U shubha bilan qilingan narsada u foyda ham bo'lmaydi. Shuning uchun